Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Biz tongimizni boshladik. Ertalabda iliq suv ichish bilan boshlayman. Yuzimni, tishimni yuvib chiqqandan so'ng va oshqozonim biroz bezovta qilgan edi kecha. Sedana qo'shib asal tayyorlab qo'ygan edim. Shu asaldan och qoringa ichdim. Ozroq qolgan edi bu. Ikkita shunaqa kichkina asal idishlariga tayyorlab qo'ygan edim. Va kecha zavtrakka bir nimalar olib kirgandik bolalar bilan magazindan. Shu keksni ham juda ham mazali, yaxshi ko'raman. Chiroyli qilib kesib tarelkalarga solamiz. Bolajonlar uyg'onguncha choy tayyorlaymiz. Kerakligini tarelkaga solib oldik va qolganini ham kesib shunaqa usti yopiq qopqonli konteynerlarga solib qo'yaman. Salafanda turganini yoqtirmayman. Pryanik olib kelsak ham konteynerga solib qo'yaman. Yumshoqqina turadi. Va endi tuxum qovurishga. Skоворodkam kichkinaligi uchun gazimiz katta. Shunaqa temiriga tiyab qo'yaman. Soplari qizib, hidlari chiqmasligi uchun, erimasligi uchun sopib. Ko'p turganinglardek kechagi kuni olib kelgan tuxumni joylamagan edim. Idishiga ham solib qo'ydim. O'zi doim kletkada olaman. Kechagi kuni og'ir bo'lib ketmasin deb ozginagina olib kirgan edik. Bu katta o'g'limga o'rtasigacha pishirib yuboraman. Katta o'g'lim yoqtirmaydi xom pishganda. Kichkina o'g'lim bo'lsa doim o'rtasi pishmasin, o'rtasi xom qilib pishirib bering deb zakaz qiladi. Mana shunday qilib zavtrak tayyorlaymiz. Gaz ham chekalari yog' bo'lib, uje mana bir marta ishlatsang yomon bo'lib ketadi gazlar, ayniqsa tuxum qovurganingda. Qovurilgan ovqatlar qilganingda. Yog' bo'lib ketdi. Bolajonlarimga zavtragim tayyor. Shunaqa paketchali kofe ichkim kelib olgan edim. Bolajonlarga o'ta kam ichkizaman. Ular ham qiziqib bizga ham oling deganda har xilidan qilib olgan edik. Bittasini kechqurun ichishdi, kechqurun ichmanglar, uyqu qochiradi desak ham uxlaveramiz deb erkalik qilishib. Unisini tayyorladim, juda shirinlik qildi menga. Bunisi esa menbop. Kelinglar, yoqimli